Bu joyi egalari aytishi bo'yicha Buxorodagi nomer 1 kafeyni ekan. Hozir tekshirib ko'ramiz. Men bu joy egalari bilan gaplashganimda bitta narsani tushundim. Maqsadligi Buxoroda kofe madaniyatini rivojlantirish ekan. Kofening hidi menimcha hammaga birdek yoqsa kerak. Xullas, buxoroliklar, men sizlarga chotki kafeyga topib qo'ydim. Takoy, lahki obzor qildim. Hozirgi kunda trend bo'layotgan Buxoroda bularning gapligiga qaraganda faqat bular qiladigan UB napitkasi ekan. Juda ham ajoyib. Juda ko'pchilik yaxshi ko'rib ichadigan latte. Lattening temperaturasi juda ham qaynoq bo'lishi kerak emas, tilni kuydish kerak emas, chunki trubочкада ichiladi. Bu yerda temperaturasi ham, kofening mazasi ham, hattoki kofening обжаркasi ham joyida ekan. Kofening haqiqiy mazasini tushunish uchun espresso ichishinglar kerak. Espresso demaylar, iltimos o'ldirib qo'yaman. Buni juda ham tez ichish kerak, chunki espressoning hayoti juda ham qisqa bo'ladi. To'g'ri gorich, to'g'ri takoy kislinkasi bor. Bu yerda kofeni qilishni aniq bilishar ekan. Yetmaganida bemalol oila bilan kelganinglarda yoki tanish bilishlar bilan kelganinglarda mana bunaqa mazali desertlarni ham yesanglar bo'lar ekan. Yana bitta lol qoldirgan joy haqida gapirib bermoqchiman. Bu atmosfera. Kichkinagina joy bo'lishiga qaramasdan atmosferani yorib yuborishibdi, portlatib yuborishibdi. O'zinglarni go'yoki Amir Olimxondek his qilasizlar, chunki har bitta burchagida bitta tarix, sharqoniy muhit. Xullas, hamma narsani bittada qilib chotki joy qilib qo'yishibdi. Toshkentda ham ochisi bo'lar ekan. Manzilni so'raganlar uchun 29-maktab yoki eski Rim kontor bor ekan, hamma buxoroliklar bilar ekan. Shunda o'shani to'g'risida. Eski shahar shunda bir qadam. Kelasizlar, mazza qilib eng sifatli Buxorodagi eng sifatli kofelarni ichib ketsanglar bo'ladi. Aytgancha 100% arabikadan tayyorlashar ekan. Bilgan, biladi bular.